bemorimiz Farg'onadan kelganda parapraktik diagnoz bilan. Bugun o'zi faqat parapraktik va swishda yig'ilgan kun ekan. To'rttala kasalimiz ham svish, parapraktik bilan operatsiya bo'ladigan kun. Bu bemorimiz faqat bizgacha 3 marta operatsiya bo'lgan, ichki teshigi olinmagan, faqat yiringni chiqarib qo'yishgan. Yiringlagan, yiringni chiqarish yo'q hali. Hozir Xudo xohlasa ichki teshigini, xalq tili bilan aytganda ildizini ham olamiz inshaalloh. Mana shu eshigimizni yaxshi ko'raman-da. Nima qilsa ochiladi. Yiringlagan joy mana shunaqa chirigan bo'ladi. Mana aslida mana bunaqa toza bo'lishi kerak. Mana bu yer chirigan, yiringlagan joy. Endi yiringni hozir chiqarib oldik, keyin bilib oldik. Menda og'riqlar bor edi, kuchli edi. Muhammad akaning klinikasiga keldim. Hozir operatsiya jarayoni bo'lyapti, yaxshi. Og'riqlar yo'q. Hamma sharoitlar zo'r. Kelasizlar, oson qutulasizlar.